Xullas aka shu dacha ma'qul keldimi sizga? Bo'ladi. Xullas, xo'jayinlar oldida uyalib qolishim kerak emas. Chiroyli qilib kutib olish kerak. 300 bering aka shu dachaga. 300 emas, 350 beraman. Chiroyli qilib kutib olasan. Xo'p akajon. Faqat uyaltirib qo'ymalaring ukan, xo'p? Xo'p. Aka qarang, ma'qul keladimi? Oilangiz bilan maza qilib olib ketasiz. Va adashmadingmi? O'tgan safar 300 deding, 350 berdim. Bu $1000 dacha emakana, 400 ming, 500 minglik dacha dedim senga. Oilam bilan chiqaman deganman. O, maraz. Xo'jayinlaringga paxta qo'yib $300 dachani 350 qilgandan ko'ra, borib ota-onangni oyog'ini o'pgan. Oldingi safar ko'rgan dachang ham, mana mana shu dachang ham meniki bo'ladi. Lekin olib chiqib o'ynatib qo'yadigan ota-onam, oilam yo'q. Vaqtida aqlingni yig'ib, ota-onangni, oilangni qadriga yetgan, tushundingmi? Liborim oilangni olib chiq, dacha men nomdan. Sandagi farosat yo'q, farzandlik ko'payib ketgan. Mana shu videoni agar oxirigacha ko'rsang, tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosib.